Assalomu alaykum kanalim a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda tok bargini bonkaliga sterillab yopamiz. Buning uchun tokki yosh bo'lma qiladigan katta barglarini yurib olamiz va suv tekkizmaymiz, yuvmaymiz. Chiroyli qilib bonkaliga taxlab solib olamiz. Ana ko'rib turganingizdek barglarni terib oldim ikkita patnisda va yaxshilab barglarni ustma-ust qo'yib, taxlab, oldindan steril qilib quritib qo'yilgan bonkamga taxlab oldim. Onajonim aytardi har doim, yozni yo'ndig'i, qishni osh qatig'i derdi. Xuddi shunaqa. Qishda bunaqa barglarni qidirib ham topolmaymiz. Hozir yopib, chiroyli qilib sterillab qo'ysak, maza qilib qishda svejiy tok bargidan do'lmalar tayyorlab iste'mol qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, barglarni ustma-ust 4-5tasini bitta qilib taxlab olib, keyin bonkaliga joylab chiqyapman. Sizlar ham agar yopishni xohlasangiz, xuddi shunaqa usulda qilasizlar. Juda ham ishonchli usul. Menda ko'p bo'lmadi, ikkita bonka qildim. Bizga shu ikkita bonka yetadi, maza qilib yeymiz. Hurmatli bekalar, sizlarga albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ishoninglar, ishonchli usul, qishda maza qilib do'lma tayyorlab yeysizlar. Bir dona bargga bonkani ustidan kiydirib qo'yaman. Baka ko'tarilib, ochilib ketmasligi uchun. Hurmatli bekajonlar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Bilganlar uchun shunchaki ko'rsin, bilmaganlar uchun foydali bo'lsa, juda xursand bo'laman. Hech narsaga suv tekkizmaysizlar, lekin bargga ham, bonkaga ham, krishkasiga ham steril qilib, mana krishkasini qo'yib, bonkamni zakrivayka bilan yopib oldim. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz va do'stlaringizga ulashing. Savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyamda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim.